Kechimga o'zim taqib qo'yaman. Yo'q, bo'ladi. Mana. O'tmishdagi atrofida bo'lgan insonlar, dugonalari sabab uni ham shunaqa xarakteri bor deb turib, yomon gumonda bo'lib qolib gapirgan paytlarimdan afsuslanaman. 2025-yil 16-yanvarda bekor kelgan ekanman degan gapni. Madina menimcha meni problemalarim yo'liga qursan qilsa kerak. Prasмотр. Nimada problem bo'lib qolsa, mendan ko'proq Madi siqilib qoladi. Real bilan Barsa o'ynaganda Real yutsa xursand bo'ladi. Menimcha problemalarim bo'lmay tursa, Madi xursand bo'lib tursa kerak. Men voqli tursam xursand bo'ladi. Men kech kelganman, gap qaytarganman-da. Rashk, aralash, jahli chiqsa kerak, lekin unaqa qattiq jahli chiqmaydi mendan. Uxlab qolman-da, mandamay uxlab qolsam deganman. Unaqa ko'p gapirmagan, keyin chiqib ketgan. Jahli chiqsa, meni jahlim chiqadi, o'shaning uchun. Jahli chiqayotganda o'ynaveradi, lekin ich-ichidan jahli chiqmagan hali menimcha. Agar bu savol Madi bilan o'rtamizdagi vaziyat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men hali xato qilmadim. Faqat to'g'ri qildim, faqat yutdim. To'g'ri qilganim, mana shu komandani tanlab, shu komandada qolganim. Xato hali ham qilib kelaman, ko'p odamlarga ishonib qolaman. Любой moment nechta odam kelib, qanaqa vaziyatlar bo'lishidan qat'iy nazar atrofimda Milliy payti deydi. sizdan yaxshisi yo'q degan gapi esimdan chiqmaydi hech qachon. Aytgan, aka. Menga motivatsiya bo'ladi. Sizdan yaxshisi yo'q deydi, bo'ldi. Agar kafaliklar kulishingizni ko'rgan edi, o'lmagan bo'lardi degan. Kechim, eng zo'ri. Xayr. Bo'ldi.